Shunaqangi Ramazonni chiroyli kunlariga to'g'ri keldi ko'rishishimiz. Anchadan beri o'zimizni yurtni odamlari bilan ko'rishkim keladi deb har doim hech nasib qilmasdi. Eshitib o'zim hayron qoldim, lekin buncha odam keladi deb o'ylamadim, to'g'risini aytaman. Tashkilotchimiz bizani qarsak bo'lsin shu insonga. Bizni bugun rahmat. Bizni bugun ko'rishtirgan mana shunday chiroyli tadbirga sababchi bo'lgan shu insonni ham farzandlarini rohatlarini ko'rib yursinlar. To'g'risini aytsam, mani onajonim ham shu yerda qayerdadir o'tiribdilar. Nima deydi? Družba Narodovga bormasalar ham mana shu yerga kelaman deb sizlar qatori muxlis bo'lib mana shu yerda sizlar bilan o'tiribdilar. Sog' bo'ling onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Mumkinmi bitta iltimos qilsam, shu guldastani mani onamga bersangiz? Rozimisiz? Men borgunimcha hali uzoq ekan. Ilohim, baxtimizga sog' bo'linglar. Onalarning mehri, muhabbati beminnat. Sizlar haqingizda soatlab gapirgim keladi, chunki baxtingiz sog' bo'lsinlar. Qaysi qo'shiqdan boshlaymiz? Og'izlarni ochib oldinglarmi? Mazza qilib iftor qilib, issiq choylarni ichib, bugun hamma xohlagan qo'shiqni necha marta shunchadan aytamiz. Kim onasi bilan kelgan bugun? Kim? Sog' bo'linglar. Bu mening onam qo'shig'ini kuylaymiz. Dunyoda onalarimiz ko'p yashashsin, umrlari uzoq bo'lsin. Har bir mehnat qilgan insonni mehnati rohat bo'lsin. Kamida meni onamga o'xshagan pir badavlat bo'linglar. Farzanddan faxrlanib, xursand bo'lib yuradigan hammamiz shunaqa bo'ling. Marhamat. Cheksam, yonimda yotgan
pardoz qilmasangiz ham eng chiroylisi sizlar. Eng toza havoni oladigan ham, daraxtdan ham toza mevani olib o'zib yeydigan ham, bizni Jizzax G'allaorolda ayniqsa Baxmal. Har doim Jizzaxda qiziman, G'allaorolda qiziman, Bagarnizm qiziman deb gapirishdan hech qachon charchamayman, faxrlanaman. Chunki mana shunaqa zo'r insonlar chiqqan biz yurtimizdan. To'g'rimi? Yurtboshimizga ham ko'z tegmasin, bizni yurtda odamlar, ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ana shunday sizlarga o'xshagan samimiy onalar mana shunday yaxshi farzandlarni tarbiya qilasiz. Shunday ekan, hamma talantli, hamma o'qimishli, chiroyli farzandlarni mana shunday go'zal onajonlarimiz tarbiya qilishadi. Onam 60 ga kirganlarida bitta qo'shiq yozdik. 60 da ham oydeksiz ona degan qo'shiq yozdik. Va shu qo'shig'im ham o'zini muxlislarini topgan. 60 ga kirgan onalarimiz bormi? 60 dan oshgan. Asli 60 yosh hayotni boshlanishi, rohati. 60 yoshdan keyin bu yog'i faqat farzandlaringiz bilan mazza qilib, ularni davron surib, mana bugun shu stollarga ham biletlarni kamida o'g'il qizlar olib bergan, podarka qilgan, to'g'rimi? O'shaning uchun 60 yosh bu yog'i mazza qilib yashash degani. Biz konsertga kelib sizlarni xursand qilaveraylik. Mana shunday tashkilotchilarimiz shunaqa chiroyli maskanlarda bizga konsertlarni tashkillashtirib beraversin. 60 da ham oydeksiz ona.